Hozirgi kunda qurilish kompaniyalarining ichida ishonchliligi qaysi deb so'rasangiz, o'zim tavsiya qila oladigan kompaniyalardan biri bu Greenhouse hisoblanadi. Ayni shu Greenhouse tomonidan qurilgan xonadonlarning biri sotuvga chiqqan. Shu xonadon reklamasi orqali sizga qisqacha mana shu kompaniya haqida ma'lumot berib o'tmoqchi. Greenhouse tomonidan qurilgan domlarning lokatsiyasiga keladigan bo'lsa, men bilganlarimga bittasi Sergeli 6A da, keyingisi esa Korzinka oldida, bu 3-bekat metroni oldidagisi va Index bozorining orqasidagisi. Eshitishim bo'yicha domlar sifatli, vaqtida bitirib beriladi va narxlari ham hamyonbop. Ayni shu xonadonimizda esa meni fikrim bo'yicha eng yaxshi lokatsiyalardan birida joylashgani hisoblanadi. Ya'ni 3-bekat metrosini orqasida joylashgan 10 etajli domning 5-qavatida joylashgan, umumiy maydoni 83 kvadrat metr tashkil qiluvchi, ba'zi bir jihozlari bilan qoladigan ayni shu xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsa 92 ming. Agarda Greenhouse turar joy majmuasi haqida qo'shimcha qilaman desangiz, pastda kommentariyada sizni kutib turibmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.